Rollerlarimizni salomon joylab oldik. Joyga shu ozgina darabotka qildim. Bu tomonga ham lampochka qo'ydim, bu tomonga ham lampochka qo'ydim. Hozircha buguncha o'zlarini yaxshi his qilyapti, xudo xolasa. Darrov vitamin berdim olib kelishimga. Bedanalarimiz ham ko'z tegmasin, yaxshi. Kutilgan bateriya bo'lmadi, xudoga shukr. Men o'yladimki 1-200 to'lib ketarmikin desam, yo'q. Suvda bo'kib qo'yganlari juda ko'p bo'pti. Где-то bir 5 tacha suvda bo'kib qo'ygan. O'zlari bosib qo'yganlar, где-то bir 5 ta u ham. 10 ta nari bersa bateriya bo'lib xolos. Ularni bir ko'ring-da. Mana undaqa talpani ichida qolib ketsa, xuddi shunaqa bo'lib mazasi qochib qolar ekan. Talpani ichida bosilib qolar ekan bu. Nasib bo'lsa, ikkinchi kunda ham yakunlayapmiz, xudo xolasa. Broiler ham, bedana ham hozircha yaxshi. Unaga 2 dona faqat past qismiga gradusnik qo'ydim. Tepada boshqa, pastda boshqa bo'lar ekan. Tabiiyki, past sal sovuqroq bo'lar ekan. Ikkamizga ham ozgina o'zgarish kerakda. Bu mana yoqdan chiqqan edi. Endi hozir sal kamaytirdim. Nariyoqdan ham borib sal pastroqda isitadimmi deymanda. Tepaga ham bezopasniyroq bo'ladi-da.